Instagramdan savol tushgan. Er-xotin ajrashgan qonuniy va nikoh bekor qilinganligi haqida guvohnoma berilgan FHD organi tomonidan. Ajrashgandan so'ng ayol farzandli bo'lyapti, lekin FHD tomonidan metrga berilmagan. Nimaga? Sababi bolaning otasi yo'q. Chunki ayol qonuniy ajrashyapti va qonuniy boshqasiga turmushga chiqqani yo'q. O'shaning uchun ham bola mahrum bo'lib qolyapti. Ota yo'q, noma'lum. Otasi kim degan joyga, metrkada ota degan joyga kimni qo'yishni bilmagan. Chunki sobiq turmush o'rtog'ini qo'yay desa, unda qonuniy ajrashib olgan. Boshqasini qo'yay desa, qonuniy turmushga chiqmagan. O'shaning uchun bu holatda nima qilish kerak, qanday hal qilish kerak degan savol tushyapti. Bu holatda fuqarolik sudiga ariza bilan murojaat qilinadi otalikni belgilash to'g'risida. Sud tomonidan DNK test tayinlanib, DNK test natijasiga ko'ra, agar sobiq turmush o'rtog'i otaligi belgilanadigan bo'lsa, sud qarorda bu narsani ko'rsatib beradi va FHD organiga majburiyat yuklaydi. Va ushbu sud qaroriga asosan FHD organi tomonidan bolaga metrga beradi va o'sha ota degan grafasiga ayoli sobiq turmush o'rtog'ini nimasi, familiyasi, sharifi yoziladi. Shunday tartibda bu masalaga qonuniy yechim topish mumkin. Agar sizda ham nizoli ishlar bo'lsa, huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.